Anifanus jamoasi sizlar uchun ajoyib animalarni taqdim etadi. Qo'shilinglar va maza qilib anime ko'ringlar. Anifanus taqdim etadi. Mana qizim, Samoviy ofat. Sen nimaga kelding? Men seni juda uzoq kutdim. Meni ko'raman deb o'ylamaganmiding? Sen Sen meni eslay olmadingmi? eslayman. Sen nimaga unaqa qiyin bo'lding? Sendan bir iltimos qilmoqchi edim. Shunaqa qiyinish shartmidi? Lekin meni boradiganim umuman qayerda uxlayman? Bu anaqa. Balki seni kravatingda? Mumkinmi? Unaqada men qayerda yotaman? Sevman. Biroz uxlagan kelmasa men oldimga tushishim mumkin. Undan ko'ra men yerda yotganim yaxshi. Amaki nima qilyapsiz? Birga yotamiz. Yo'qoling naxoy. Qanday qilib bu gaplarni aytishim mumkin? Men umrimda uchrashuvga chiqmaganman. Bugunni ol yoki yig'layman. Yo'qol. Tezroq bo'shangchi, lapashim, o'tda odamlar turibdi. Ko'rmayapsanmi? Ruhi xonim, chiroylisiz. Men bilan kechki ovqatga bormaysizmi? Mana yorligim oqibati. Ruhi, sizni qarshiligingiz meni yuragimni parchalab yuboradi. Iltimos, rozi bo'ling. Qo'yman deb hamma narsa mumkin deganimi? Bu seni davolashingga nedagon. O'ylashimcha pul hamma narsa deganimi? Albatta. Shunib, Miss Muzi chiqdilar. Tushunmadim. Senimi? Muzi, sen nimadir tushirib yubording? Kek olib beraman. Buniki. Yo'q, adashyapsan. Muzi, men bilan borasanmi? Uchrashuvga. Sen meni ardoqlashing va himoya qilishing kerak. Bu yigitim uchun bo'lgan talab. Senga esa anavi ko'proq mos keladi. Men ham yigitimga shunga o'xshash talab qo'yaman. Ruhi xonim to'g'ri aytdilar. Ularga faqat men mos kelaman. Yo'qol. Menga mosi faqat u. Qanday tushuntirsam ekan, ha? Muzi, Ruhi, qaysizlar? Sen bilan kinoga tushish haqida o'yladim. Javob zarbasi. Shirinim, sen bilan bormoqchiman.
Voy yigitimni bermayman. Bermaysan, shusiz ham u meniki. Men har doim sen bilan. O'ylashimizcha anime avtorlari juda ham qiziqib ketgan. Balakat. Janob, sizga nima bo'ldi, janob? Yana mana qizlarim o'g'irladi. Va'da beraman, bu bolani massasini qochirmasam ismimni chappachasiga yozaman. Janob. Inson meniki. Qo'rqib ketyapman. Serjant, zo'rlik qilyapsanmi? Sen shuni ham qilolmaysan. Senda imkoniyating yo'q. Unaqada tez kartamni tikaman. Hey! Nima qilyapsizlar? Axir bu o'tib tushdi. Taslim bo'lmayman. Hozir sizlarga bitta fokus ko'rsataman. Bu qizlar ajoyib. Bunaqa filmni umrimda ko'rmaganman. Chiroyliligini qara. Yomg'ir yog'ib ketdi-ku. Mana kiyimimni ol, cho'zmanglar. Yo'q. Voy. Nima unaqasilar? Necha inson yaxshimisan? Bu animeni avtori yoki juda ham yaxshi yoki juda ham ahmoq. Manchini bo'lib qolaman hozir. Ro'yanchi qiziq bitdi. Muzi menimcha noto'g'ri tushundiyu. Mana sovg'ani unga bersam nima darkin? Qanday qilib mani qizimni o'g'irlamoqchisan? Men senga o'zi dars berib qo'yaman. Janob, siz maktabdagi hamma bolalarga yordam qilyapsiz. Men ularga yordam ko'rsatmayapman. Shunchaki o'zimiz chappachasiga yozish xohlamayman. Lekin janob, sizni ismingiz chappachasiga ham shunaqa o'qiladi-ku. Yigitlar, uni qo'lini sindiringlar. Oyoqlarini ham, tilini ham, bo'ynini ham sindirib tashlanglar albatta. Boss, buni biz qo'ylatamiz. Yo'q, ukam bolajon, qayersan? Ukam, bilasam xatga kelib qolding. Yo'q, albatta. Qo'ysanchi, boshlaylik endi. Urushni boshlashimiz kerak. Menimcha sizlar adashdinglar. Albatta yo'q. Qariyalar orqanglarda yangi yulduz turibdi. Nima, bizni aldadimi? Ushlaring uni. Uramas, yugur. To'xta dedim. Bu yerga kel. Yo'q, Musani sovg'asi. Shirinim. Inson. Ro'ye kelyapti. Ro'ye, ehtiyot bo'l. O'lg'a. O'lgilaring kelyaptimi? Yigitimga tashlanib xato qildilaring. Oppoqqida. Qayga qarayapsan? Uyquni maydalab tashlaymiz. Voy tot! Sen nima? Inson, ahvoling qalay? Shirinim, tat yemadingmi? Qo'rqma, o'zim seni himoya qilaman. Men ham Shirinimni himoya qilaman. Janob, sizga qayerdan qon keldi? Yo'qmas. Bu mani jinniligiga cholib boradi. Endi mani ismimni chappachasiga yozishimga to'g'ri keladi.
hechqisi yo'q janob. Ismingiz chapachasiga ham shunaqa o'qiladi-ku. O'tirmaylar. Ahvolim yaxshi. Sovg'aga ziyon yetmaganidan xursandman. Muze, bu senga. Men uchunmi? Men birinchi marta sovg'a berayotgandim qizlarga. Tajribam yo'q-da. Men o'ylabmanki, xo'roz senga yoqadi deb. Senga yoqmadimi? Muze, yoqmagan bo'lsa, almashtirib kelaman boshqasiga. Ruyeshka, Ruye. Mani hafsala qilma. Ovoz berildi fan proyekti uchun 2022-yil. Ovoz berdi Kristal va Irene. Bizni tanlaganingizdan xursandmiz. Yana ko'rishguncha, do'stlar.倾听，能不能听到你心跳的声音？任着风吹。